Mana o'sha Kia Hyundai'da Genesis'da mana bu yerda sidinalari ham bor mana. Elektron sidina so'raganlar, abagrev so'raladi, bular hammasi elektronika bo'ladi. Konditsioner sovutgichlar bilan isitgichlar bo'ladi. O'shalarda ham mana mexanizmi bilan turibdi bular mana. Bloklari bilan, kompyuteri bilan. Plus kimga mana shunaqa apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, yes. This is right, this one. Yeah, this is. Bu Genesis mashinaniki ekan bu mana. Shunaqa sidinalar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqarasizlar. Have complete here. Complete also have, right? Yeah. Mana kompyuterlar ham bor deyapti. Mana radiator, pankalar ham bor buni, ventilatorlar. Mana bu orqa kapot. Bagajlik deymiz, o'shalar ham bor mana. Holatlari idealni. Mana bu orqa krilo so'raganlar, shu kesib beriladi mana. Orqadan udar bo'lgan mashinalarga ko'pchilik orqa krilo ham so'raydi. O'shani krilolari ham bor mana. G1 GB. Mana shu akamiz hammasini zo'r qilib olib beramiz shu bilan. Mana bu dashbordlar bor mana. Tapida deymiz. Genesis'dagi bu ham. Xullas hamma benzin nasoslari bor. Hamma zapchastlar o'sha panorama lyuk so'raganlar bor, ularga ham bor mana. O'sha patentlik so'raysizlarmi? O'sha mana bu vanfillar ichidagi sxema sistemalari bilan turibdi mana. Mana orqa bagajliklar, eshiklar hammasi bor mana. Kimga nimasi kerak bo'lsa, o'zingizga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Ishonchli va tez, qulay kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Orqa bagajliklar mana bu Tucson ideal holatda turibdi ular mana. Ular laminat qilingan holatda turibdi mana. Mana bu Genesis'lar.